Töt adamdek kiripti. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarning o'sha vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamish, Shvetsiyaning poytaxtidan muhojir etgan qarindoshlar biladi. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Men bugun bir azroq bir ishlar bilan chiqib qoldim. Bugun muhojiratning to'r dunyosi qizib ketdi. Shundan bir azroq bir ikki qiz bir gap qilgash, undan keyin oldimizdagi vaqtlarda mana Shvetsiyadagi alaykum assalom Bakram Tursun bilan jidlimiz nihoyat uzun bo'lgan, so'zilgani. Ikki haftadan uch hafta oldida men buniki vatandagi bir hadisniki Xitoycha bir penjak kiyib qilganini chiqargandan keyin nomeri chiqmaydigan telefondan menga telefon qilibdi. Men o'sha boshqa shaharda edim. Boshqa shaharga bir ish bilan ketgan vaqtim edi. Shundan beshida biroq urib qattiq og'zimizni buzishib vaqirashdik ikkimiz o'zaro. Undan keyin shu dadang nima desam, sening dadang nima deydi. Shundan qopib mening dadim shu sen ketgandan keyin mushta ota-onam mushta bo'ldi desam, men qilmadim uni. Dedi, gapni yig'inchoqlagan chaqda bunun xil o'ziga ishonch borki, bo'ldi o'fka, men agar kimda seni ota-onangni ashta qilgan bo'lsam, sot qilsam beribsam, men bu sot qilsini beryapman. Agar men uqtirib olsam, undan keyin mushundaq nima qilay? Ma'voylaqa. Men sening mening oilam tildigan narsalarni men taqtish beray degandan keyin meniki mening uydagilarimni, vatandagilarimni uni buni tillama. Undaq deb bir gap so'zlar bo'lindi hamda. Men bo'lgandan keyin shuni bilan qopib, men desam bo'lma, endi ustiga olmadi. Ammagan bo'lgandan keyin men o'ziga oxirgi ish dedim, men sening to'g'riliq meningda shu dalilim bo'lganligi uchun men sendan nim qilmay seni lam deb turib olaman dedim. Boshqa odamga esilmayman desam, "Yafkan mushta 5 million Uyg'ur kirketgan, 5 million Uyg'urni men chaqdim" dedi. Ya, o 5 million Uyg'ur bilan o kampi bilan boshlanmagan chog'da boshlanib bo'lgan bizning uydagilarning kishi dedim. Chunki qarindoshlar, men yerda men sizlarga bir narsani ko'rsataman, har qanday narsani isbot shaklda ib qo'yman. Ma'u 2016-yili pastga qaranglar, 2016-yili men bir shu adamni shu Bakram Tursun ketgandan keyin qattiq so'roq ketgandan keyin bizning uydagilarni adamninki ashtaq menga shu nimada turib gapirdi-da. Undilarda ho'saqam Gobovning bolalari izlab kelibdi-ki, meni sen panohlik tilagan deydi. Mandaq degandan keyin men o'choqlarda nimaga kelgan? Shvetsiyaga men asli o'qish kelgan bo'lganki, mening pasportimni keyinda o'qish vizam bor edi. Shu o'qish vizam bilan Xitoy pasportimni ko'chmalay darsi men qaytarib berganda, men Xitoy pasportimni asli bo'yicha bergan. Mushni ishlatsam bo'ladi yoki cho'g'lakni ishlatsam bo'ladi deb bergan. Men saqlab qo'ygandim uyda. Saqlab qo'ygandan keyin Xitoy pasportimni tatib o'qish vizamnikini avatib berdim. Undan keyin qanday qilib qopdiki degandan keyin shuning bilan men Mishadagi bir shirkat orqali xat chiqardim. Gungzo Chanjong qilib qoldi degan bir shirkatningki xatini chiqarib avatib berdim. Avatib bergandan keyin adam ular ko'z tutdimi, nima ish bo'ldi uqmayman. Bu ish beziqib ketdi. Beziqib ketgandan keyin undan keyin Bakram ikkinchi qitim qishda bir bordi-chu. Qishda bir borgandan keyin undan keyin dadam opamlarni qattiq avarchilik qilib ketdi-chu. Hayotida menga bir yig'izmi menga hayotida men bir yig'izim bolam yer qalayim qayshlarga aralashmayman demaydigan, neritomi demaydigan, chunki bir yerdan kelib seni balam unda qo'yib tur desa balam aralashma deydi. Bir yerdan demaganligi u gapni qilmaydi. Chunki biladi bizning qandaq yo'ldan mangadigan, qandaq yo'ldan mangmaydiganligimizni.
Ama her qandaq birisininkini saqchi idorasidan kirib izlab sening balang mandaq qo'yibdi, diqqat qilsin deb besim kelganiki ota-ona deydi. Bo'lmasa ota-ona hargiz u yoqdagi vatandagilar hargizmi telefonda bu yoqdagi ishlarni bilmaydi, bu to'g'riliqmi bilim dalanmaydi. Ularning qo'lda isbot bo'lmagan. Shuning bilan shu 2016da shu qattiq shu nimalar bo'ldi, qattiq shundaq boshlandi. Shu chog'da shu uydagilarga ondan keyin shu vaqtdan keyin ma'limizga paytsodiki qo'shmoq tuqqan deb ashtaq bizning uyga kirib ashtaq tomoq yeb chiqib qiladigan shundaq narsalarni shundaq bir odamlarni o'rlashtirib qo'yibdi-da. O'rlashtirib qo'yib shu kirib deydi ekanda shunda balanglarga danglar ondan keyin diqqat qilsin andaq bundaq deb kunni shu gapga ondan keyin tingtingligim kirdi hisobda asos jihatdan. Ammo bu o'ylab hech qanday oldingi vaqtda hech qanday vaqtda bir bo'lmagan ishlardi-da bu. Bo'lmagan. Men hatto qog'ozni chiqarib bergan ham sizlar ko'z qo'yish 2016da. Undan keyin besiq ketgandan keyin borgandan keyin men bir yerdan bu narsani ko'ladim. Ko'lagandan keyin mayardan bir akamiz ketdi dedim. Shuningda sening aka bir ayaqda tonish-punishlarning bo'lsa bir so'rab baqsang degandan keyin Urumchida endi bir yerda bir og'inisi borki, shuning bilan so'rasa adash bu G'o'lji tarafdan bir yaqinda birlar kelib ketibdi. Sal qattiqroq shu gap qilib aytganning ishi bor degandan keyin undan keyin men o'zim bu narsalarni shu narsalar bilan birlashtirib undan keyin ba'zi undan keyin Bakram Tursun bilan aloqaga chiqdim. U chog'da u shu vatandiki. Shuning bilan bu deydi, hozir sen qo'lingdagi 4-5 odamni ilib men baray, sen qo'lingdagikin chiqa, men bir anglab baqay deydi. Yo'q, men chiqamayman, sotib chiqirma. Hech qanday isbot, hech qanday ovozsan anlatilmaydi dedim. Aşçağıdımı şu indidarda fikrim puanı qız undaq aralashma o bu deb endi o'zi mishada panolikni o'zimi tilagan ota-onasi akab qo'ygan normal emas bir odamning ota-onasi akab qo'yib xotini chiqat bu narsalarni men to'g'ri chiqib ketdim. Hozir men gapni qisqalam qilsam Bakram Tursunmi meni tez suratda sotga bergan bo'ldi pul xashlab. Undan keyin men bu 6-7 oy buni tillamay turgan bo'ldim. İkimiz ikki tarafdan tam bu narsani ib baradigan bo'ldik. Uninggacha shuninggacha narsalarni sen men to'g'ri chiqargan o'chirib at dedi. Men dedim, yo'q, men o'chirib atmayman. Qulib sap qo'ysam bo'ladi dedim. Chunki sot yoki sotda bir natija chiqib bo'lgandan keyin men chiqirman. Yo bo'lmasa sen chaqirib, va alaykum assalom, assalomu alaykum. Yo bo'lmasa sen chaqirib sotga berib, shu qog'ozni Dunyo Uyg'ur qurultiyiga ber dedim. Dunyo Uyg'ur qurultiyiga ber desam, nima ish kerak dedi. Sen sot tutgandan keyin shu lobichilik qilib o'ynasin ashlar. Undan keyin ularni kelsin. U bu desam, yo'q, fikrimga xuddi shatrashdan shig'im aralashmayman. Aşında saranglık kinişkisi bağımlıkta rasmışlar bizden maaşı bir oturasyalık maaşı takıp alattı. Biz tuhayı adamlarına dedim. Bazı bir gaplarni ben değiştim. Deyişken ki ben bu işe aralashmayman. Özümün işi bilen bo'laman dedi. Özümün işi bilen bo'lsam hamsa darhol ma ishni sot bilan hal qilishga tirish bo'lmasa men bu seni bek satilib etdim. Meningmi sanga achchig'im nayt kuchli, seningmi ishingda bor desam bo'ladi dedi. Shuning bilan Bakram Tursun hozir endi meniki endi ustimdan to'palab sotga arz sunib qilyapti. Meni nima ishga bermaysa dedim. Men endi tegishlik yerga berib Alloh burun qiladiganimni qilib bo'ldim. Men qilib bo'lgandan keyin men faqat kutyapman. Kutish jarayonida o'zimdan chiqib yoki kimni bir nima deyman, kimni bir nima demayman, u o'zimning erkinligi. Men agar quyruq chiqarib qo'ygan bo'lsam yoki tutqizib qo'ygan bir yerim bo'lsa, oshnaslarni ishlat dedim. Men sen yozgan yozmalarning hammani rasmga tortib ol, 1-2 kun tutib aytsam, voy yo'q, hozirni o'zim o'chirib ber. Bo'ldi dedi. O'chirib etmayman, qulib sap qo'yma deb, mushu tariqada to'xtatib qo'ydim-da. Demak, bu yerdagi masala oddiy bir masala emas. Bu yerdagi men degandek buningki bir cho'nqoq qatlamlarga tushib ketgan bir masala bor. Ondan keyin u yerda gapirishib o'tib, shunda Ravshan Abbosninki Madinaga ketib, "Voy, undan jalab desam, jalab demay xalqning xotinini" deydi. Xalqning xotini emas u dedim. Xotin deganda bir odam o'z tomonidan qolib yotadi dedim. Bularninkiga mening ishim yo'q, shaxsiy ish bilan, lekin jalab bo'lgan keyin jalab deyman. Desam, isboting yo'qda dema dedi. Agar men senga mushto'g'rilik isbot ko'rsatib berarsam,
bütün Norvegiyadagi, Germaniyadagi, Amerikadagi bütün urug' tuqqanlaring bilan birga men tarafda turib, jalab degan tamg'ani basamsa desam jimmada turib. Undan keyin qo'pib, mening ovozimning hammasini ilib ol desam, yo'q men ovoz olmayman deydi. Undan keyin yana bir gap qildim. Nima deb o'sha Abdunamanji degan akashlarga men to'liq bilan saponi oldida, ya'ni Shvetsiya bexatarlik idorasining oldida ko'rishmoq istadim, ya saqchining oldida kelaman dedi deysa, men sen qachon dedim shu gapni desam jim turdi. Norvegiyadagi adam nima deb men tuhmatlarni qilib yozsa jim tursa, yog'angu uning hammasi desam jim turdi. Sen meni bir vaqtida işte atanang munofiqga deganding undaq deydi. Sening ayni vaqtida ba'zan bir ishlaring uchun men sen tarafda turib, yinkagan chog'da sen men bilan akufku bo'lib, biz yaqin bo'lgan chog'da yaqin bo'lib, sening ba'zi bir jidallaring men kirganmi, kirmaganmi desam kirgan edi. Sen nima yomonlik qildim? Men seninki kayningdan mushu hozir men ekranga chiqib tiladim dedim. Kayningdan shu jarayongacha bir og'iz bilan shu gapni anglab baqdim, yomon gapingni desam jim turdi. Desam shunda sen meni shunda degandim. Shunga deydi, endi achchig'imga kelib, endi qolgan gapni yutib oldi, gapimni deganda sen qopib, mushta 2013-14-yili sen shu Norvegiyaning Sarpsborg degan telefondan men testini ichib, "Ya fikrim, bu qizlarni o'zigina beraman, qechib deb o'titaq gapni qilgandan keyin men gap qildim. Men bu qizlarni o'zigina qechib beramaydigan yerdagi odam emas, meni obdan bilsa dedim. Desam jim turdi. U gapni men topgan gap emas, shu uyda anglagan gap, men shu Norvegiyadagi. Ben sana aşkatını iniq qildim, sen aşkatını chiqanishib ketding, xafa fikir men sana ko'gligini ko'rsatmaydim. Sen shu narsani iniq anqiramaysan, achchig'ingni berib, sen chiqanishdan ashada. Sen to'kding. Yalnız meninglam ishim emas, Avzalning ishi o bu. Avzalkamning ishi oldi, YouTuber'dagi boshqalarning bo'ldi. Bu yer yalnız meninglam ishim emas, hatta Nejat Turg'unning kasallik tarixini etkagan sen dedim. Deyishdi, buni o'znikini qabul qilmadi, men o'zimniki tushuntirdim. Shuning bilan o'chirib fikrim. Mening o hadlarimninkiga, uning buningga kirma. Undaq meni ular bilan kiradigan nima dading bor deganda, sen meni chaqsam, sen ketgandan keyin meni ota-onam bir nima qilganini sen bilmamsan desam, meni 6 kun qorong'u uyga solib qo'ydi. Men qandaq narsalar bilan qandaq qiyin xatarlar kelganimni o'zim bilaman dedi. Endi men 6 kun qorong'u uyga solib qo'yib, savol so'ragandan keyin men hargiz meni satmaydimi deb ishonmayman. Chunki mening o'zimning biladigan bir yerim bor. Şu biladigan bir yerim bo'lmasa, buning bunchalik kirish olmayman. Chunki Shvetsiya mening og'aylarimdan ichida berib ketganlar bor, men yaxshi o'tirgan akalarimiz bor. Hatto G'uljuliq Mishak Yarmamat Abdukerim degan shu odamningki ayol sani pardimizmi bo'lgan chog'da voy fikam, o sizni so'rabmi qo'ymadi bilmaydi-ku, o deb ashunda bir gap qilgandi. Undan keyin yana boshqa bir G'uljuliq Miyarga kim o? Babur Maqsudda polislar tutilgan. Ashunanınki kelini, G'uljuliq bizning bir hadimizdi. Shu adashma ketgan chog'da hech qanday ish bo'lmagan. Gumonlansam, Boburning kelinidan gumonlansam bo'ladi. Bobur shpion deganlik, u boshqalarni shpion deganlik emas-da. Hamda uning kelin bo'lib qolgan gunohi bor. Shu adashtimni so'radim. İşte bunda ishlar bo'ldimi desam, "Ya fikam" dedi. Endi u adashma to'y qilib qolibdi. Chunki men natijalardan izlab oxirida bir yerni buniki ilib chiqdim. Endi shuning bilan shu Facebook'imdagi mendan so'raganlar borki, Bakram Tursunov narsa tuyuqsiz yo'qolib ketdi, uning ustiga yozmasi oldingiz deb. Birinchidan mening endi yozmasligim sababim uningga so'z berdim. Umuman so'z berdim, tez suratda sotqa berib, bu ishni sotda hal qilganligimizni, uningdan keyin men tutib chiqsam o'zinikimi chaplab qo'ydiganligini dedi. Uningdan keyin bu yerdami 8 munofiq o'zbek deyaversekmi, boshqa o'zbek shu G'uljuliq o'zbek qarindoshlarimiz borki, ular uni ig'ir kelgan o'xshaydi. Shuningga endi alaytan Bakram Tursunov ismini atab tillaveray desam, xuddi men mustaqillik qalbiqini kiyib turib, yamiz ota-onamninki dardini aytgan bo'lib turib elib, qasddan muajiratda bir jidal qaynatayotgan bir odamga aylanib qolmaydi. Bu ishni bu o'zidan kelib, mana shu to'xtatayli yoki ko'rishayli deganda, men seni ustingdan arz qilib bo'lgandim. Sen bilan ko'rasam moddiylo yepilib ketadi. Keyin ko'rishimiz xotirjam bo'l. Sen shu o't meni sotda. Anadagi sen bilan men burunqidek sana ishinib, anadagi sen bilan burunqidek muomala qilaman. Bo'lmasa hozir men sen bilan burunqidek muomala qilmayman. Chunki men buni ustidan sotqa arz berib, soqchilarga berib, arz qilib, men menga ish qilayotma dedi. Bana tehdit qildi deb buni bilan ko'rishib, men choy ichib, uni parangish qo'tasam, Shvetsiya hukumatining oldida soqchilarga latta bo'laman.
cho'qim bir nishonimiz bo'lgan, shu nishondan chiqib bo'lgandan keyin, uningdan keyin o'zimizning kishilik munosabatlarni ib olsak bo'ldi. Men bu bir chekitni qo'yib aytgan odamga ikkinchi qaytam hargiz u yoqqa meniki dadam opam bo'lib ketsimi, u qilmayman, ammo to'xtatsam bo'ladi. Anda olsa tezlashdi, juma desam teziltma, tilima fikrim unda dedi. Shunda olsa men uni qilib sevitay, keyin ochmay yana deb, shuning bilan bu narsa, bu tema mushta bo'ldi. Uningdan keyin mayadiki mavu kim o? Mayadiki Shvetsiyadagi voqealar va dunyoviy qo'ldining ichidagi ishlar to'g'ri bir mazgil bir film men bir ratlab qo'ygan bir narsa botdi, mishada qisqa yozgan va mishada kompyuterimda mishda ratlab qo'ygan qisqa video so'zlaydigan mishda naqmaydan qilib Uyg'ur xalqiga texmi bu munofiqlar qurultiyini tushundiradigan va Shvetsiyaning ichidagi 20-30 yilning ichidagi kurash Ko'san apandininki qandoq o'lib ketishi, uningdan keyingi Shvetsiya Uyg'ur komitetininki ichidagi jasos munofiqlar ularning xotinlarining berib kelishi qayta tashlab bir narsa yozib shu to'g'risida ratlab bir narsa meniyotgandim. Shuni so'zlamoqchi edim asli. Shuning bilan bugun menga aytgan uxlab qo'psam, ma'va qarindoshlar, Gollandiyadagi Baxtiyor Nosirninki 15 minutlik meni tildigan videosini avatib qo'yibdi. Avatib qo'yib, shu Baxtiyor Nosir qattiq u yerda chichangishibdi. Uning oldida nim bo'ldi desak, uning oldida bir topda Baxtiyor Nosirninki ovozi kelibdi. U Baxtiyor Nosirning ovozida Rabia Qodir xonimninki mushta ovozi montaj qilingan ovoz. Andaq dedi. Bular ash birning bo'lsa montaj qilingan deydi. Ro'sha Abbosniki montaj qilingan bo'lsa, Dilshod Reshitning montaj qilinsa unda bo'lsa, Rabia Qodirning montaj qilinsa, bu bularninki shu ashunda montaj degandan keyin meni qo'zg'ab kelib, u kun tilladim Baxtiyor Nosirni. Qanday ko't nemasan? Bu montaj qilingan deysa, hamma narsa montaj qilingan demsa, sen hech qizmish Uyg'ur biz to'pini qurib olib, Uyg'urlarni kalamullaq qilib o'ynayotsa, u bu deb tilladim. Undan keyin tillasam, meningki uydagilarning anangiz kima, kirmantidan tushgan dadangiz kima, adangiz kima deb bir narsani tillab 15 minut gollanayotgan mollalarni tillabdi. Neypang satgan to'g'riliq o'ziniki debdi. Undan keyin $5,000 berme tug'luq Hamidni siktirib rasm kelib menga avat beringlar deb. Saçtam nochima Baxtiyor Nosir uyimning oldiga kel, nimaga Qungangi to'baning sepini tiqib etma debdi. Men sanga Baxtiyor Nosir qizilsizaq olib qo'ygan. Chunki kuyog'im Abdusalom Sharq Turkiston yoshlar qurultiyida Dilyarniki tushundingmi? Biz oldin qaytam bir masalalar bo'yicha to'g'ib meni Abdushukurkam opagan uyiga shu chaqda sening qizing chiqib menga bir piyola issiq choy qo'ygan. Bu Dilyar jimib ketdi, qanday qilamiz bu masala bo'lmaydi deb shu chaqda Abdushukurkam men Salomkamning uyiga borgan. Shu chaqda sening qizing menga issiq tomoq va issiq choy qo'yganligi uchun hurmatimni, izzatimni qolib uchun men seningdan bir narsa dedim. Ben senin xotiningga kirmedim tillab. Ben senin xotiningni kime yoki qizingni kime deb chiqmadim. Ben seni dedim. Sen hamma narsani montaj qil dedimsa, sen kim? Eli sen Amerikaga berib avtonom tilabsa, bizni o'ltagan Xitoylar neypon setibsa, sen nima deysan? Azali desam, sen meni Xitoyning qinava debsa, sening qiningda Xitoyning qinava. Baxtiyor Nosir sening qiningda dadlaringning suydingdagi qo'rg'asga bingtan ishlagan unutib qolma, bo'laringninki. Çandığımı, senin acıtık gözlerin yerim qiningda Xitoyning qinava. O Almanga borgandan keyin biletini menga o Sodiqjon Salay bermidi. Çandığımı? Ben senin balang Zulyar Nosirni tilamadim, senin qizingni tilamadim, senin ayolingni tilamadim. Ben sana qilgandan keyin mening onamni sikish to'g'riliq, dadamni sikish to'g'riliq, o turmalik odamlarga haqorat keltimi? Menga desam, bo'ladi. Sen kel debsan bu, men boraman. Chunki birinchi oyda men boraman. Hazır yıl Christmas vakti iş festivaldi. Biletimi ap buldum.
biletni ben sana şu mahallangi berib, meni bir ishga bola oparadigan bo'ldim, asha naq maydon qilaman. Ashada men sana don qo'yib berman. Qumamga kaltakni taq. Agar sen ash kaltakni menga tiqanmaydigan bo'lsang, men senga qizil sizoqni olib qo'ygandim baxtiyor nasib. Tushuningmi? Nima uchun desang, sening o'g'ling bilan biz nayt yaxshi o'tgan, yaxshi bir paranglan deyishgan. Ayni vaqtda 10 ming imzodi sening balangni kuchigan. Bir yordamlar bo'lgan chaqda bir yerlar biz taraf tutgan, haqiqat tutgan. Balang bilan biz nayt jiq fikrlashgan WhatsApp'da. Hatta seningmi ashning ichidagi qurultayning ichidagi nurg'un ma'lumotlarni bildirganingni adash ta'sir sal ta'xir qilib turibdi. Uning ichida dadam bir narsani aniqligini kirib ishlayotdi. Bir narsa bor, mening dadam Gollandiya hukumati bilan birga u bu deganlik uchun biz gapirmagandik. Shaxsan men gapirmagan. U hamma narsani biz deyishgan narsa u WhatsAppda turibdi. Shuning uchun men seninki ayolingni haqorat qilmadim. Seninki o'g'lingga haqorat qilmadim. Men seninki qizingga haqorat qilmadim. Ammo sen qizil sizoqdan o'tib ashaddiy iflos gaplar bilan tillabsan. Bo'ladi, uni tillasangmi chataq yo'q. Chunki men sendan xafa bo'lmayman hargiz. Nimishga aytsam, men nurg'un odamlarni tillagan, mening haqim tillishi normal. Men unda to'tug'ush emas, meni sen tilladingmi, men seni tillayman deb. Men senga hozir odamiylik bilan chiroyli bir gap qilishimning sababi, men mahalanga boraman. O'g'limni ko'ryapti, Zulyan senmi kel Amerikadan biletni darhol elib malanga boraman, shu kaltakni qo'yamga tiq, shu onamni shu yerda sek, shu adamni shu yerda sek, sen meni shunday qilal. Uningdan keyin men sana erkeklarcha muomala qilaman. Agar sen ashni qilolmasang, men malangi uyingning oldiga emas, sindromingga borman. Uyingning oldiga kel desang kelaman. Berib sen agar shuni qilolmasang, men seninki ashadagi $5000 xajlab turib, Shveysariya adam setilib, menga bosqinchilik qilib, rasmlarga yozmoqchi ekan. Shuning keyinda men sening ustingdan arz qilaman. Agar sen kelib qo'ngamga kaltakni tiqib o'tasan, men hech nima qilmayman. Sening ustingda ash degan gaplaringning hammasiga Baxtiyor Nosir ras nochka, Baxtiyor Nosir ras qiqasga deyman. Tushundingmi? Menga o biletni qara Sodiqjon Salay bermadi, men tonimayman Sodiqjon Salay degan odamni. Tushundingmi? Men u anglagan, lekin bilmayman. Ammo bugun telefon qilib gaplashdim. Siz nima qilyapti buning ichiga? Biletni yo siz menga bermisingiz deb. Men o'zim ashta dedim Sodiqjon Salay degan odamniki. Tushundingmi? Sen naypaqchilik qilsan, sen o'zingning gapini qilib yoki molla qariyilni, o maratniki, paratnikini qitib olmay. Sening mushu shum eg'izingdan shuni bilib olmoqki, sen aytgan hamma odamni satsan. Tushundingmi? Sen yiningdagi odamlarningki hammasini satsan. Shuning uchun sen ayni vaqtida Dolqin Aysoga qo'ng'onga qo'limni tiqib yetaman. Voy Robiya onam, voy mushu zodi bo'lmay ketgandim. Seni qurultayning ichidagilar nima deydi bilamsan? Baxtiyor Nosir Erjalab deydi. Chunki nimishqashda deydi desan, sen har xil tarafda o'ynaysan. Birdam Robiya Qodir tarafda o'ynaysan, birdam Dolqinning yoniga kelalaysan, har xil o'ynay olaysan. Men texi seni tillab baqmoqdan. Men o'kini sen montaj qildi degan gapingga javob berdim. Anamni ham men o'kini qo'pab qattiq terikdim. Chunki men ashdan oldida bir xabarni olgandim, bir qiz qayrindishimizningki ashu bir vatandagi bolasini akir ketib deb berishchi. O apsi açışıp ölüp ketdi. Endi açda açışıp ölüp ketgan qanchalik oilalar bor. Ha? Aşında o avmanga baramsa, bormamsa men bilan musmo'charlik narsa yo'q. U o'zinglarning topdi jidal qilib uchirishib yurgan narsa, uni men faqat chiqarib qo'ydim. Javob berish bermaslik o'zingning ishi. Men Sodiqjon Salayga telefon qilib akamizga bugun so'radim. Mushtarras avmanga borgan ish bormi yoki bu bilet qanday biletdi desam, Seytin turib gaplashgan o'chog'da Baxtiyor Nosir onasini elib kelib, shunda avmanda ikki saqchi olib kelibdi, ko'rishib, mushta bizga ishlar debdi, undaq deb dedi. Endi u 2018 da haq ota-onasini topolmayotgan uyida julpak tutgancha sening otang demak, menimi avmanga opirma, ash adangni olib keldi ikkisi degan narsa o'xshash chiqdi Baxtiyor Nosir, tushundingmi? Menniki mening mana taqdirim bilan sening taqdiringniki o'xshash chiqdi. Shuning uchun men bu narsaga qiziqdim. Bo'lmasa men qiziqmaydim, u gaplarni biri anglab yurgan. Men hatto kuyovning salom qilgan degan boshda beribdi-ku, o desam, mening u odam bilan yo'lim bir emas ukam dedi. Shu yo'lim bir emas ukam degachga men o'tirib, uning uyida shu choyni ichgan. Shuning uchun men
bu ko'rganlar odamni sen haqni yana bir so'ng chiqib anangni sikima, yana bir so'ng chiqib dadangni sikima deyman, onamni dadamni siktirib qo'ydigan odam emasman. Sen xato tush ko'ribsan, tushundingmi? Sen videoning ikkinchi qismini obdan ishlab ol. Men baray, qo'ng'amga kaltakni tiq, ya'misi bir jidal chiqdi, saqchi kelsin, undan keyin ikkimiz sening 5000 dollarni berib, meni qanday patlamoqchi yo'g'ingni, nim pilallan tuzguningni, andan keyin qara, Sodiqjon Salayatimiz nima dedi desam, sen Gollandiyaga tashkilotning pulini shaxsiy kontoringga o'tkazib olganliging uchun shu jidal bo'lib, saqchi ashuningga qaror chiqaribdi ekan. Saqchi ashuningga bu o'zinglarning ishi bundan ish deb chiqaribdi ekan. Bu yerda biletning ishi yo'q. Agar shu biletning ishi bo'lsa, chiqamamsan shuni. Shu saqchining raportini chiqarmamsan. Men Xitoy konsulligidan chiqadim-ku, konsul ko'rsatdim-ku. Senda undaq rapor yoki senda ashta saqchining gunohsiz deb aqlangan narsang bo'lgansa, omilning to'g'risi keyin oldinga Baxtiyor Nasir deb keyin dunyo Uyg'ur qurultiyi deb yuguraysa, Gollandiyani bir peqraysa, Amsterdam peqraysa, Danxaq peqraysa, Rotterdam peqraysa, bütün yani peqrabsan sen lobichiligini qilsa qara. Ashchog'dimi degan Seytum Turk degan chog'da ko'zlaring jalaqshib ketibdi-ku. Og'izlaring gap qamabki, atis qoplam Koreyaga berib inib keldim. Koreyaga berib inib kelgan bo'lsam-mu, nega berib kelgan bo'lsang, shu narsang bayqilib qopti. O narsani menga Sodiqjon Salay akamiz ba'midi. Menga kuchrab qoldi. Tushundingmi? U hech narsa emas, bir tal bilet degan narsa hech narsa emas. Men o'zimga ishonmasam, men qo'rqinchiliqim bo'lsa, seni oldinga bilet olib qo'yaman. Men biletni olib bo'ldim. Barima tayiqni to'baring topda WhatsAppda sen ash taqatgan bo'lgandan keyin qo'ng'amga tiqib sundirib bitmagan ekan. Qo'ng'amga tiqib sundirsa ağzımızdan çıkan gapga javob beramiz ku, erkek ku, senin bir neçe kuyuğulun var, kilinin var, Mevlayasılar bilen çoğun bir cemaat ama münafıklar jığılgan asallımın dalam kuduba job kalmaysa, sen beni köt deyiştin buran, oğlan Amerika'da bir ayet işlemdi, ya ki xotununki to'xtagan balasını zakısanlaştıramdı. Ben bu narsadan kirmekçi emasdim, çanımı sen mecburladın. Ben Baxtiyor Nasirning kelini baldiri maningda bo'lsang angla. Meningki ota-onamni tillaydigan onasining haqqi yo'q. Men Baxtiyor Nasir sening onangni sikima demedim. Tushundingmi? Sening dadangni, yaningdagi dadangni qo'lab chiqmadim. Opang qurul tillasam, qurultayin tildim. Sening qurultayingmi yo'q. Boshtab tushganki ko'tarib chiqmamsan, ahirchilarning davsa, ib chiqmamsa, buna qiqlar bu bu deganki, kammamsa Shvetsiyaga advokatning go'ran deganni ilib va to'g'ri Hamid manda da'vatidi deb. Jurafka mundas appointment ala Shvetsiya bexatarlik idarasiga deb, yo sizlarda cho'ng yag'u. Sen opamam sen meni Shvetsiya bexatarlik idarasiga borib, mening onamni tillaydigan, dadamni, men seni xotiningni tilladimmi? Qizingni tilladimmi? Balangni tilladim, men seni tilladim. Sen ayni vaqtidami do'lqinaysaq, ashta men do'lqinaysaq ham bosdim emas, sen ayni vaqtidami do'lqinaysaq, ashta ishdan ko'ngil selib aytgandim. Tushundingmi? Ayni vaqtida senmi do'lqinaysaq, ashta ishdan ko'ngil selib etib, ashunda qilgandim. Anga oxir degan do'lqinaysaq endi judongo men emas. Men maydonimni arib bo'lgandan keyin ketdim. Meni cho'ngdadan misha kelgan chaq telefon qilib, do'lqinaysaqlardan bir narsalarni olib berganlik yarashtirib qo'yay, u bo'lqilay. Mening qilib ketgan telefonga men ko'rashmadim. Mening og'zimdan gap o'qdek chiqdimi, men uningga ega. Sen u yerda satgan u 90% adam satqanmiz, 90% adamning u ma'rifatilarninki biz bilmaysan meni. Sen o'zing uchun temi ketayotgandan sen o'zing uchun javob ber. O qariyning to'g'riliq, yana birisi to'g'riliq, Salay ajim to'g'riliq, Sodiq ajim, Salay ajim ba'midi men u narsani bilatni. U banasa u. Begiz qapti yapmabdi deganda hech sir qolmaydigan narsa u. Men borima, shu yog'ochni qo'ng'amga tiqib sundamaydigan bo'lsam, og'zimdan chiqadigan asaddiy gapga uching yerilib qoldi. Baxtiyor Nasir xotinishgan yangi taqab yatsa desam, ishonsang uyingni oldi rasvat qo'yitma. Shundaqmi tillab. Men tillagan chaqda, men ahonat qilgan chaqda ko'tarsang o meni Xitoy arlash, mening bovam bog'i qarab Bavdunboy deb otishdan chiqqan 6 oy urushga qatnashgan opam tarafninki. Sen Gulshan Abduqodirdan undan so'ra opam tarafning. Dadam bo'lsa Abdurahim Ajim deb mening dadamning dadasining, bovamning dadasi degan o'tirasiyagacha yurgan bir namozxon bo'lgan odamlar, tushundingmi? Mening dadam degan telegrafda degan halol ishlab baqqan, bizni halol nom bilan baqqan odam. Opam qatnashdi ishlab halol baqqan odam. Meningki unda bir munofiqchilikqa Xitoy pul yerda Uyg'ur tilida.
Bu sen meni Xitoyni tillanmaydi deysan. Xitoy konsulining üstünden kelgan arz nima onun davosi o? Xitoyni tillag'ashqa, konsulni tillag'ashqa, Xi Jinping tillag'ashqa o'tiramay Xitoy konsulini partlatdi yoki vatlarga chiqardi, birnima qo'ydi deb Xitoy hukumatı beribdi üstünden arz. Utirvatdi o töhmat qilib. Shu Xitoyni tillag'ashqa shu Xitoy hukumatı Shvetsiya konsulining ikki hafta ishga chiqarmabdi. Shvetsiya konsulining ikki hafta soqchining raporti bor. İki hafta ishga chiqarmabdi qo'rqib mendan. Bana saqchiman dedi, xatda ma'nasi bor. Men unda saqchidan sotdan qo'rqib ketgan bola emas. Men o'zim qo'g'diy olayman, o'zim qo'g'diy olmagancha makilaga adam ishni birlikda qilaylik. Makila aka ishni birlikda qilaylik. Manda to'g'ri bu ishning ahvoli deb men yordamni faqat bo'lmagancha menda ishdan chiqmagancha chaqirgan adam chaqirib bekab qilaman. Menda bor lekin o'zimni Xitoy hukumatida yengib men g'olib kelgan adam. Men Xi Jinpingning ustidan g'olib keldim. Wang Yining ustidan g'olib keldim. Jonqa xalq Cumhuriyetining ustidan vaqtida g'olib keldim. Shvetsiyadagi Xitoy konsulining ustidan g'olib keldim. Men senga o'xshash o 40-500 adam to'p qachirilib, mo'tataq paran qilib o'tmayman to'pda. Gapimiz 1,5 yil Uyg'urni mo'tataq qilib, Nancy Pelosini Kanadada tutib olibdi. Trump efendim harbiy chapanni ketsab Xitoyning hikoyasini o'qib bersa, bizning bo'lsa montaj qildi. Indigenous degan mushtar narsa, buning unda desak bo'lmaydi. Bu 150 odam bilan mushtar bo'lgandi. Biz avtonomda yashab baxmagan to'q. Avtonomda yashab baxmagan to'q demakchi, sen haqiqiy avtonomni olmoqchiman? Biz kichik vaqtimizda g'arib sayohatni, Suboydani ko'radigan vaqtlarimiz shu avtonomlardi, shu 90-yillar, 80-yillar shu taz avtonomlardi. Avtonom deganda 2005-chi tazi bergan. Bilimiz-ku, Gollandiyalik tarjimonlarni 90-yillarda vatandosh hech qanday ish shumisi Abbasiylarning kevilib tuqqanlari harbiyga taqishadigan. Qaysingning naga ulaqligi, qaysingning naga ulaqlik emasligi, hammamizga bashqo'ldak ayam bo'ldi-ku, qo'ngni ichivatdim. To'g'ri xamak ichivatdi, yo sotqib berib tutanmadim. Kundan kunga ichib borma, rasvo qo'yib borma. Indigenouslарning keladigan $50,000 yalanmayotsa, Xitoy tasmangni tas bo'g'iyotdi. Omonga badingmi, bamidingmi o'zingning ko'ngliga ayon. Xitoyda bilan hamkorlashdingmi, u sening ko'nglingga ayon. Hamma odamdan chiqqan po'qi o'ziga ayon. Xitoyning bir yaqinda bir moda bo'lgan bir kinosi bor, Kongbyo degan. Ashtonda bir gapi bor Gauchechangniki. Shamol kuchli bo'lsa, to'lqin qancha kuchli bo'lsa, beliq shuncha cho'ng bo'lishi qimmat bo'ldi degani kerak. Shunga o'xshash men sen haqdan qo'rqib qolam demay. Men sendan qo'rqam deb baxtiyormansan. Meni $5,000 u berib bu yerliklar o'tirasiyaliklar demasan, men o'tirasiyaliklarni varsa aralashgan, o'tirasiyalikning 50% mening urug' tuqqanlarimga taqishdi. Qaysi o'tirasiyalikni dedingiz ham? Qaysi o'tirasiyalikni dedim? Meni o'tirasiyalikning 50% menga tuqqan taqishdigan desa bu yerga kim keladi? O'zimning akalar kelamda. Menga Uyg'uriston mashrab o'ynab, chiroyli oshvaqlarni o'zim halol, hatto mening dokumentim bo'lmasa, men halol ishlab, lokallarni elib, chiroyli mashrablarni berib, men o'tirasiyaliklarga men yedirib qo'ymagan, men o'zimni tutqizib qo'ymagan, men mashrabning pulini vaqtida berdim, so'rimning gulchini vaqtida edib, degan vaqtimda shu so'rimni hozirlab berib, biz shu Uyg'uriston mashrab bilan shunda o'ynab, pullarni yig'ib qilgan. U bolalar kelib meni izlab bir narsa qilmaydi-ki. Qaysi o'tirasiyalikni dedim. Oy sen üzem kelsen olmamdı, ne çoğandaki yalnız balan ne versen olmamdı. Bunda ahlını işiltse, azraqma kallanın üstüdekini işiltse. Biz senin Gollandiyadagi yaş ballar bana tillab bergan. Sen o Gollandiyadagi yaş ballarni men tillab bergan mo'yim emas, tushundingmi? Sen ularni dasmiy qilib, meni ular bilan ichiga g'um tushirib, meni birlikni buzaman, ittifoqlikni buzaman. O davrin ketdi. Men kim bilan aralashadiganimni, Gollandiyada qaysi yosh bilan aralashadiganimni, qaysi yosh bilan aralashmaydiganimni men obdan bilaman. Shuningga sen cho'shqi zuvaningni yig'ishtirib, birinchi ayningki o'ttirgacha saqlabdi. Akan qarg'ay boradi. Chiplam seni izlayman, xotirjam bo'l. Juma? Chiplam seni izlayman. Mana bu yerda bir Ablimit degan bir akamiz kelib ukam men seni bu o'zim opirman seni deydi. Bo'ldimi Abdukim degan akamiz yana bir necha yosh bolalarni deyishib qo'ydim. Shular opirdi.
Do'ng'iyma, qo'mga to'baning sepini tiqsash degan o'yicha sundirisi. Ya bo'lsa onangni sikma, singlingni sikma, adangni sikma, u mening adamni erishikotida o'cha qiz uyda. Sen sik bo'lolmaysan. Canımı? Ben bu senin orada xotiningni sikim pikimde tilimidim. Ben çünkü senin xotiningni sikip bo'lolmayman. Tushundingmi? Kallangni ishiltib gapqil, aqling bilan gapqil, to'kmat bilan gapqilmay, isbot bilan chiqa. Men sening beletingni isbotini chiqarib qo'ydim. Men qurultayning indigenous bijmo'j narsachi sen taftish bo'lgandan keyin kelamishaga undas vaqtdan birini ilib, dilshatrashni ilib, bir nechasini ilib, kel anandan keyin sen degan narsani men chiqarib berolmagan chaqda, undan keyin gapqil. Chiqarib olsak montaj qildi. Uni qildi, buni qildi deyishgansa emasmi? Shuni chiqamay, qo'ngning to'shkiga tiqchimmi deyapmiz. Vaqt soat kelgan chaqda chiqiramiz, chiqib o dunyoga ketmaymiz bu narsani. Men senga qizil sizoqni men sen qo'yib qo'ygan bo'lgandan keyin, senga gapirgan bo'lgandan keyin sen men haqqimda gap qil. U mening iliqqa, u to'g'ri, men xo'go yegan xo'go oshxonning u bir parcha rasmini ochib bozorga salayversam, u degan 2013 yosh vaqtimdagi rasmlar u ko'midingmi hozirgi vaqtim bilan. O seninga zumurtaydiran mavzudan bayada Xitoyning po'qini yapshiribdi. Sen bir og'zimga bir gap kelgan. Şunun uchun qara, o bir parcha rasmni bozorga solsam, men yedim dalalayman. Men unda qilmadim dalamayman jimo. Men qildim deyman. O 15-yildagi 16-dagi xo'go yegan bolalar bilan tatib qo'yadi deb Instagram qo'yib qo'ygan rasm u. Agar kim qo'rqonchiligimiz o'zim jo'ytatib shu Instagramimdan tushirib, shu bijtal shu rasmim borki, o 2025dan boshlab hozirga tushni sep o'ynayapsan. Men nimalarni sep o'ynamadim men bozorga. Jalopning ovozini tatib sep o'ynadim. Hech nima qilmadim-ku. Qilmadim-ku. Sen tepti şu an ki şunu tutmayı ne mi yapmanı isterse. Ben sana sual koydum, montaj qilgan emas dedim. Sen berip sen mi demedim ben olmanga bağam to'g'riliq. Ben Facebook'a chiqarib qo'ydim. Nima chiqanishiysan? Bir yaringga tagdida yig'ringga obdan bilsa. Shuningga qara, o og'iz deganni menmi buzima qara. Voy, mening o'rganyapsa, kirmonta va shoshqinin hayisini bizim degan narsa mendan o'rganyapti, mening gaplarimni o'rganyapsa, men sana ijodiy gaplarni qilib berma. Xotin ishking haftatlab yotamay ha qilib ketsa desam ishonsang bo'ladi o'jba baxtiyor mansur. Ajoyib tilib etma. Shunda sat gaplarki men sening suydingdagi oilangning rasvochiligini so'rab chiqma desam ishonsang bo'ldi. Suydingdagi rasvochiliklaringni bintanga taqishadigan xotiningnikidan tortib, yana bir narsangacha so'rab chiqib, vateqingni chiqarib etma desam, vallahi ishonsang bo'ldi. Bitta yatsam, xotin ishkan bir-birini qilib, xayol qilib bosib etmaychi qiz seninkini. Ishlamas qilib etma. Men boraman. Tayyor bo'lsa, o'sha degan gapingga butun el jamoatning oldida sen qilmasang, sen bir lato bo'lasan. Sen lato bo'lasan o chaqda. Apa uyda lato bormi desa, dadang deb seni ko'rsatib qo'ygan bo'ldi. Navrangdan tortib butun o'sha kuy o'g'lingnikidan tortib, kuy o'g'ling o'sha navrlaring, Amerikadagi navrlaring, yagina bo'vam latga degan narsani men tarixga yozib qo'ymay desam, ishon. Sen bir qip qizil odam bilan tutib qolding, baxtiyor narsa sen menda tillab qo'yib voy mushtatillab qo'ysam besiq qoldi deb senda kelamaydi deb senda. Men yangi yillik sen ishlarim besiq o'rinlashtirib olay. Chuqlar baxtiyor narsa men keldim deyman. Saqchi chaqiramsa, so'chi chaqiramsa, 4-5 odamni akab uramsa, qanday qilsanglar, sen ish qilib qil shuni. Ashdaq qil. Chunki o topda 500 kishi topda povatmaysa, amaliy qilamading-ku. Abdurashidning bordim-ku Norvegiyaga. Qilamadı-ku. Muattarning o'gay dadasining bordim, qilamadı-ku. Adilchinarning bordim-ku. Chiqar adilchinar dantiya uchimiz deb qilamadı-ku. Germaniyaga bordim-ku Dolqin Aysoniga. Chiqar ko'tlar, abdimiz tizlar deb tomanda 4-5 qatanangizga 35 qatanang tizlar. Astangdan ustingga, ustingdan astanga serimaycha qiz. Qilamading-ku. Sanmi qilmaysa ishini men. Qilsam, sana hurmatim bor. Xo'sh, Baxtiyor aka, zo'r. Xotining o'zbekkan-ku? Xo'sh, Baxtiyor aka, zo'r. Alamat zo'r qilyapsiz. Mazza mana, zo'r. Erkakkansiz deyman. Xotiningning tilida maqtab berma, shundaq. Shundaq qilib berma. Shuni qil. Hamda og'zingdan chiqqan bo'lgandan keyin onamni sek, adamni sek, dadamni sek,
agar qilolmay qolsam, achaqda men ash o'yangning oldida juboychi tillagan chaqda chidasang bo'ldi. Yo'qmi pichoqqa chiqaversan bo'ladi, o'tiraversan bo'ladi. O haqqi $5000 berib, nima ish qilsa haqqi $5000. Sen jalab donlarning og'zidan saq 5 degan san chiqqanda, ay chaqas $5 ver deydi. Sen bu 5000 sen rasiliq Amerikada bir o'tganda bir odam chiqib, Mehmet Makka muxbirma, Makka muxbirning bolasini Bishnim qilib etma $10,000 bermay, ayshini do'rabsanda, o xil lo'kchakka, o sanchiqangizni qilib o'ynagan odamga, o men surishtirsam, men lo'kchakni yaxshi ko'raman. Varaq chilib damda yana qanday qilsin, o shu Shveysariyaning og'zini jumb etish kerak, Norvegiyaning ballarini birdan qo'yish kerak debdiki, kul ketibdimi. Surishtirsam, bu bir xil lo'kchak o'tgan undaq deydi. Ajdar, lo'kchaklar doğru sen degan bir suyduksan, sen kim o'san? Sen bir erjalabsan shu sen o siyosiy raqaming erjalab seni u yoqqa o'tibmi haq tillaydi, bu yoqqa sen hech kimga yaxshi ololmaysan. Al umringda men deb qo'yasan. Sen hech kimga yaxshi ololmaysan, seni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Chunki sening maydoning yo'q. Sen izchil turib Rabiya Qodirovni tug'an bo'lsang-ki, bo'pti. Sen hamma yoqqa aylanib o'ynaydigan tursang, Uyg'ur biz to'pini qo'yib, muajiratni qalaymuqam qilib, mutaq qilib, xotinlaring boshdan ichi yuribki Ahmad o'tdan tilanglab, ayliq Abdug'ani Sabit degan bir cho'ng'aroq bir akamiz borki, oshim urib tikan qo'y, Namoyish maydoniga qachdan bir sat tikan o'salamchi. O'g'lim menga dappadi qo'yishni. Abdug'ani Sabit urg'anti, men boray, o'sha vaqtda yo'qib qolibman ekanman. Mundaq deb. Dedi qo'y menga WhatsAppda. Shuningga qara, nochiligini amaliy harakatida qiladi. Sen o'ykunki men dab bo'lgan topni gaplaringga nochisan kap bo'ldi. Menga 3 kundan keyin bir gapni qilmay. Ben biletni olib bo'ldim juma Gollandiyaga. Men Gollandiyaga boraman. U saqchi chaqiramiz ya, nima chaqirsan gapni o'zing qildim. Uyimni oldiga kelib qo'ngan katak qilmadi. Anadagi $5000 berma, meni siktirib, men rasm tatib beraman deb bosqinchilik qilsam, majburiy bosqinchilik erlarga bosqin qo'ydi qiz. Men o'qib qo'ngam o'yinib, rasmga tortib, saychi qizlarning ashta shu Dilshod Rashidlarningki, Bingtonni tug'an vaqtlarda shu Chunjaban qo'yda Xitoy sabdashlar bilan ishlashib, harbiylar bir-birsiga tiqishib, ashta mehnatchiliklar bor. Dilshod Rashidning dadasining qo'ng'i egalari bor, Rashidningki, Yanjangninki. Shu Do'rsatqa akalarimiz bor, shu chatalda. Shu Qashqarlik yoki xo'jalliklarga nega borsa desa, Rashid Yanjangni urib qo'ygan edi. Doğruyap verib. Ala köt ana qo'ng'a yedigan. Men qo'ng'a yemayman xotirjam bo'l. Janoma, ham qo'ng'am urpulanmaydi, qiron bo'lsa bu vaqt chiqib bo'ldi, qara. O'yli mafiyarim bor deysa, haq, ya'ni bizning is chiqirib o'timi deysa, bizning o qiladigan odam-ku, qara, uni demaydi. Astirdan qilsa u po'g'ib qoladi, Echa qiz o'zilikni o'zini tushamay qo'ng'ani qisib o'tira. Sen bu suydonlik solamchi bu yerdan bir yerga yiqib chiqqan saraliq. Sen kim? Men degan Nurtajimning bolalarlar o'ynab cho'ng'igan, o'sha ajimning bolalarlar, Hamiz Zargarninki shirzatlar bilan. Men jugayalar sen nada qiz? Sen kimsan? Sen nechinchi yil buyruq bilan chiqayotgan narsa tashlab. Kim o'san? Kim tanıydı seni? Sen bir saraliqsan. Kim o'san Uyg'urga chiqib baş oldigan? Kim sen Uyg'urga chiqib baş olib, taftishlik dunyoga, qaysi dunyo Uyg'ur qurildi? Munofiqlar quruldi u sap buzuq bilan jalab xayli o'yinchi ashoyliqqa chegara o'tkazib qochoqchilik qilgan qizlar. Sen sana gap qilgan bo'lganiki, sen o Gollandiyalik o ma'riftikni, o boshqa mollalarni, boshqalarni tillamay. Sen menga esa ularni nima tillaysa, men ularni bilan ishim bo'lsa, men dedim ma'rifatchilik xatoliklar bormi deb menejer turg'un bilan paranglashib, deyishib, bu narsani xatolik bo'yicha o'ngshaydiganlarni o'zim men aralashmayman, o'sha xatolik bormi desam, bor deyishgan. Men faqat to'g'ri deb qo'ydim. Ular chiqib qarshimga yaqinmisizmi sen ular uchun chiqib o naypon satgan to'g'riliq, o Sodiqjon Saloyev bilan qanday ishing bo'lgan bo'lsa, qara haqninki o bir ishni bilib haqni tillar, haqni o ojiz bolasini nima demay, men u odamga chapayib qilgan emas. Men bugun paranglashdim o odam bilan. Haqdan so'rab topdim, men bilmayman, Sodiqjon Saloyev odam bormi deyman uni. U ayni vaqtida o toplar yiqib yurgan narsaga u. Sen kimsen? Bizga javob bergan, sen Amerikaga berib men tilgandim avtonomni deb. Sen avtonomda yashamadik biz deb o'tganda chiqirib gaqibsan. Sen avtonomda yashamay, nada yashading, Lanjoyda yashadingmi?
Şinjan Uyghur Abdunum, haqiqiy Abdunum. Sen nima demoqchi hamdi? Haqiqiy Abdunumni yoshqidan, yana boshqidan Xitoy Kompartiyasi o'rilsa, boshqa hukumat kelsa, yana yangi bir Şinjan Uyghur Abdunum hukumat quramdi. Qurib shuningda biz yashab baqamdik. Uningda shu 20 yil atalarimizni begunoh Xi Jinpingni to'qinib to'qidan deb atalarimizni chiqardi. O'lib ketganlarning millionlik ziyon, sikilib ketgan qizlar ziyon. Sening qizing sikilib ketmadi, sening qizing degan qonunliq nikoh qilib agitagida uningdagi bal topdi. Haq deganni onaning ichiga kirib dafsanni qilyapti. Ashlam sening qizlaring. Ashlam o'lib ketgan qarindoshim sening qarindishing asli bilsang. Sen nima ish qilyapsan? BDT'nin içinde nölning içinde tuğa Uyg'urnikin indigenous qilib minus tushirib qo'yding. BDT'nin içinde Uyg'urniki el bo'lmaydi, el bo'lsa-mu, xavfsizlikning ichidagi 5 yilga 5 Amerika, Angliya, Fransiya, Rossiya, Xitoy o'tirga ashar qiladi. Qolgan narsani boshqa kuchlar bilan qilmading-ku hech qaysing nachaqdan beri. Bir so'ng taqda o'ltirib o'tildi, bir-birini o'ltirishding, bir so'ng bag'da o'ltirishding. Mana bütün millatning beshiga bayroqni yo'g'ab qo'yib turib, to'ng'aytib qo'yib turib, qo'ng'ishga o'ynashding-ku. Bütün bir millatga Sharq Turkistonning mustaqillik davosini qilyapmiz deb qo'yib turib, ko'k bayroqni yerga taqab turib, beshimizga mo'jal Uyg'urlarning bayroqni yo'g'ab o'tib, bütün Uyg'urning qo'ng'ishga o'ynashding-ku hamma. Yag'amma, qaysi ishni qilding? Indigenous qilib qo'yganingmi? Londonni 5500 deganingmi? Xalqaro Sharq Turkiston deganini Şinjanga tushirib qo'yganingmi? Mustaqillik davosini kishilik huquq masalasi mustaq qilganingmi? Sende vicdan, senin degan taqishdigan ayollarning Xitoyning Shanghai men sana taqoy qara, ideologiyaning ma'lum bir proyektdagi Xitoylarning nayponchilik degan sana bergan u bir xizmating uchun bergan pul. Sen yog'larda biznes qilib topgan pul u. Amaliyotda sening vazifatingning mukofoti, Rabiya Qodirning uyini ilib oldi, Dolqinaysa 8 yil chidab tilyap berganiga o'zining nomida ofis appadoq deb uningga bir uyini berdi. Ashunda elishyapsan-ku mana puxsalamchilar. Yağamıya amanlıkya. Bu şu nesler qarindoshlar, qag'inni birinchi ayninki 12'sini ishib ketmaydi. Men naq aydirimga tushib bo'plam, yana bir gap qilaman. Gap qilib, anavdikin qilima ashada Baxtiyor Nosir, sen onamninki, dadamninki, anavdikin anamninki, dadamninki, hadamninki, meninki anda qilma, manda qilma, yomon sarkaplar bilan tilabsan-ku. Sen ashni qilib baq. Undan keyin men bag'a chekarlikda yana bir 10 kun, 15 kun vaqt bor ekan. Bo'lsa 5000 dollarni berib chaqaraq meni o'ynag'izbat. Undan keyin biz ko'rib baqaylik. Chima? Menga Shvetsiya tavasida butun narsani yo'llab berib qo'yma. Email adresim maxsus bir saqchi va yo'llab turma. Yana birsi va WhatsApp'da yo'llab turman, men bo'g'ini o'zi tarjima qiladi. Menga bir narsa bo'ladigan bo'lsa, mashada 2-3 vaqt tutadigan. Birsi Norvegiyada Erkin Rozi degan bir vaqtida qo'ng'ongni to'shiga tapanch tiqib, vangga tiqib ketma degandi. Uning kelmini saqlab qo'yuqliq, umi ba'avozi, unimi tutma bir kuni. Birsiga Behramninki, birsiga seninki. Gaping, men sen haq taklif qilib baqdimmi? Men sen o'tirib etmay, ya chep etmay, yoki anda qilma deb baqdimmi? Sen so'lamchi bir dunyoga qo'ygan taftish bo'lgandan keyin, bir so'ng dunyoga qo'ygan rais bo'lgandan keyin kelsa oldimga yangi chiqqan vaqtida Maklafkam sen nimdavatsa sening dushmaning bilan qurultay emas, biz ish qilayotgan bo'lsak, sen ma'lum bir odam sababli bunda tillasang bo'lmaydi demay. Dolqinaysa degan javobingiz chiqdim dedi, hazlak. Voy mushunda apam dadamni chiqib olish uchun Xitoy hukumatı tillang deganda shon tildi deb isbotini chiqib beramadi-ku. Qaysi nomerda telefon qildim, qayerda dedim. Topamamda Germaniyaning istixboroti, Shvetsiyaninki, ashta dotma. Misha kelgan chog'da tillab animanisini chiroyini ko'kaytiryaptim. Tillab sap seri qilyaptim. Kiraldima saqchiga. Sanqaqning ustoniga g'o'jan katta. Shuning uchun ashning podig'ini yipib bo'lgan kuning ma'u aqlingni ishlasa, to'taqallarni ishlasa, oldimga kelsa. Kelib uskama mashton yo'li manda qilibdi. Mana sen tillama men qurultayni bu sening nimang emas. Achchig'ing bo'lgan bo'lsa, manda ashining o'zini tilla yoki manda qil deb. Akila men qulog'ini men bir ko'ray deb, mehribon niyaz ko'di. Dilshod Rashidning xotinchi ko'di hammasini ma'lum bir darajaga hamma serpadim. Mana deb. Undan keyin ikki qitim telefonga olib, bir qitim naq maydonda, bir qitim telefonda o'zi aloqaga chiqib naytdi. O gaplarni qilmay. Shuningga qara, sen ishingdagi o'zing bir qanchalik odam,
Saviyerim qanchalik hechni bilmaysa, o'qimagan qapbar qo'saqcha, Turg'un Alovuddinlar hamma Yaponiyaga berib olsa, hammasi butun Uyg'ur millatining qiyniga kelgan biletlar. Bütün Uyg'urning marka qilib turib, ene dedini ilayotgan. Hayotingda ishilsang boramaysa, hech qizlar bir qitim xotin balangni chiqib o'ynab kelanmaysa, Fransiyaga chiqib tuzirak Disney bag'chisiga berib kelanmaysa, haqiqiy emgak kitoblansang, biz Yevropada qanchalik taskin bilimiz bu mishal yashab ishlashninki. Sen haqni shunday oson kelib qoldi, shunday oson naypinchiliklar, shunday oson davyo shirkatlarga Germaniyadagi, uning uloqliq yosh bolalar Norvegiyada, yana bir yer qilib ketgan. Shvetsiyada, Finlandiyada bütün hamma yer qilishgan. Unda bo'lgandan keyin qara, biz hamma ishning tegini bilib, qo'lab, hamma taqib qo'ygan bo'lgandan keyin, sen men bilan hukumat tomonidan sen degan no'yt bir dunyo Uyg'ur qurultiyi, voh! Munofiqlar bir qurultining bosh taftishi bo'lgandan keyin advokatning bag'ilib go'rang ekan, keladigan biz go'rang, ayamni ko'rang deb chiqirib qo'yma butun isbotini, tushundingmi? Unda ichi qizli qo'qaqim u girman bo'lan, biroq chatqimni meniki Uyg'urning bir yerga ziyon yetadigan bo'lsa, Sharq Turkiston mustaqilligininki yoki mushininki tiqib yetmay ko'ziga girman bo'lamdi, kim bo'lam, men nima ish qildim ichi qizmavo deb. U go'ranglaringni samma bazag'i menga. Ayamning tukiga esa bunda advokatlar, tushundingmi? Qo'qab qolmayman men. Davog'iningki Uyg'urninki qiynaga kirdim, biz ota-onamizniki kirdim. Sen so'lamchilikninki hech nim bo'lmaydi, shundami? Bütün qurultay, bu tashkilot hech qaysining hech nim bo'lmaydi. Ne hech nim qilmagan, mushta bir yugan bir odamni chiqib qo'yganiga akir ketib 18 yil kesib cho'p chiqmamış Shvetsiyalikini ko'rsa. Hech qanday ish qilmaganlarniki bechoralarniki kesilib ketadi. Sen haqninki hech nim bo'lmaydi. Sening bütün xotining bilan, balang bilan hamma narsang chiqib oladi. Balang Amerikada xotirjam yashaydi, tijoratlar aqsa, tijoratlarim bor deb qo'yib dadi surpaygan pulni hashlab. Sizlar mayada hech qanday narsanglar yo'q, Uyg'ur bosh bo'ylab Rabiya xonimniki ming tashdi. 1500 150 bu Uyg'ur mishta tegan. Men Amerika bo'lgancha optinim tiligacha oppangning to'tiqini tilla jalobdan olasi. Quvonga shu men deb qo'ydim-ku. Tükürüyitme jalobdan olsa. Berib saqchiga da mushta kelib yetibdi deb saqchi menga Gollandiyaning saqchisi chiqsin aloqaga, uningdan keyin men gapimni qilaman. Bütün narsangni bugun bir Gollandiyalik qarindishimizni berdim, tarjima qilib taqib qo'ydi, $5000 bermadigan. Sen so'lamchilarning ashta yamanmi, ashta mafiya bo'lib ketdingmi? Ashta Uyg'urniki ashunda qo'rqitib, men nima uchun mushta qaysarlik bilan manaman? Men nima uchun yanmayman? Nega o'zimning men mushu da'vo uchun, mushu ota-onam uchun, mushu sallavlar ichqilim uchun o'zimning yindim pul chiqarib bilet deb boraman. Menga iqtisodiy ziyon. Men nima uchun boraman? Men mushu Uyg'ur xalqim mushu sundirilib ketib qolmasin, mush tug'liq hamis sunib ketib qolsa bir yerdan mush millatniki men da'vochilik ustunligini sunib ketib qolmasin deb men haqaysini oldiga boraman. Chunki men bilaman tug'liq hamitni urib sundarsang, baldan sundarsang, nima ishlarni qilmoqchi bo'lganingni, nimani tayyor qilib turmoqchi bo'lganingni men obdan bilaman. Men Uyg'ur mushu mo'jatdagi yoshlarga, haq yo'lda menvatqanlarga qo'rqmaslik uchun, yurak ato qilish uchun men mana shunday qilaman. Bo'lmasa men bir bayrab, u yerga men birim qilib berganimga menga biz pul olmaydi. Mushu yoshlarni ro'yi sinib ketmasin. Ma aqllarimizning ro'yi sinib ketmasin, ma hadlarimizning ro'yi sinib ketmasin, xalqimizning ro'yi sinib ketmasin. Bo'lmasa qo'ng'ani satar deb men bormasam, bormayverman. Men boraman. Qo'ng'amga ashtayaqni tiqsa, sundirsa, og'zingdan chiqqan gapning hammasiga ega bo'lasan. Sen uni ega bo'lanmisan, qilanmisan, sen bir lata, sen bir yiliqi. Uningdan keyin men tillagan chaqda sen chidab turib bersan bo'ldi. Ammo kelib, menga assalomu alaykum deb qo'lingni berib, qilmaylam. Kaltak bilan kel. Tushundingmi? Men bor. Sen kaltakni tiqib o'tamsa, ya bo'lmasa, men ash malangdagi soqchi punktini oldida saqlab turaman. Ashaga kelib, ashada qil bo'lsa. Tamam? Bu millat sana undan lo'q millat emas. Ma to'g'liq faqat ekranda bir tal to'g'liqning ko'ringan yuzi bo'lgan bilan tumanligan to'g'liqlar bor. Sen o Gollandiyaga yosh bolalar seni anda dedi, manda dedi deb o bolalarni menga akirib, sanmasangmi men o bolalarni kim bilan aralashishligimni, kim bilan aralashmayligimni, kimga bir gap qilganimni, mo'yim gaplarni qilganimni, kim bilan bundan o'tib ketganimni o'zim bilaman. Tushundingmi? Sen o'zingning dadi bilan bo'l. Ha?
2018 nimaga bording olmonga bormagan bo'lsang soqchining raporini chaplab qo'ymamsan mana o'sha kamizda chiqib ko'rsatib qo'ymamsan naq maydonni qilolmaysan o'tirib naq maydon qilsang jo'laysan sen 15 minut gapingni ochdim xeyli gapni qusib beribsan alloh rozi bo'lsin davomli qusayver shunda man sanga qo'yay Baxtiyor Nosir obdan anglar Gollandiyadagi men sening xotiningni tillamadim qizingni tillamadim o'g'lingni tillamadim ammo sen meniki uyimdagi butun odamni eng asabiy gaplar bilan tillading sen menga javob berasan bermisan men xotiningning rasmini chaplab turib tillagan chaqda bir narsadan kirishtirib qilgan chaqda men o'ynagan chaqda seriqlarga aralashtirib voy datpadiga digizib yetmadisan ishon balam Amerikadan yugurib keldi yo qan jidal chiqdim ishadi chunki sen ashak akalding meni sen meni $5000 berib payqadimoqchi bo'lding quvamga kaltak tiqmoqchi bo'lding unda qilmoqchi bo'lding mana qilmoqchi bo'lding sen qilasan shuni erkak so'zdan chiqqanini qiladi men faqat sening oldingga shuni qil deb boraman bo'pti qarindoshlar unda bo'lsa Allohga omonat o'zinglar balkim tor dunyosidagi nurg'un qarindoshlar ko'p deyman endi Baxtiyor Nosirga gap qilib qo'yinglar voy oninki qo'ng'i tayog'ini tiqib sundiringlar Baxtiyor Nosir endi kelibdi deb yetkazib qo'yinglar chima xotinimga odam endi chiqib sizmi gap qiling Baxtiyor Nosir tug'liq Hamidning qo'ng'i tayog'ini tiqib sundirmaydigan qiz endi tiqib sundiring onasini sikmaydigan qiz berib siking dadasini vatanga bilet deb berib sikib keling endi siz buni sikmasangiz oilasi bizni hammamizni sikadigan bo'ldi bu deb Baxtiyor Nosirning xotini adimiz shu yo'ldashingizga tab qo'ying men sizga til tekkizmagan qizingizga til tekkizmagan o'g'lingizga til tekkizmagan Baxtiyor Nosirga deb Baxtiyor qanday ish bo'lsa sen men bilan deyishing kerak deb